Yaxshi keldingizmi adasi? Dastlabki olib keldingizmi? Kechqurun kiyib ko'rsataman. Sizlarga nimalar zakaz qilganimni ko'rsataman. Birinchisi doim mendan shunaqa prank uchun narsalarni qayerdan olasiz deb so'raysizlar o'rtoqlar. Men bir ilovasidan olaman. Bir ilovasida sizlar hech kimda yo'q narsalarni topsanglar bo'ladi. Arzongina narxda, hattoki o'zingizlarni uyinglarni to'ldirib bekor yotgan narsalarni sotib olsanglar ham bo'ladi. E'lon berishinglar ham tekin. Kiyib ko'ramiz endi ketdik. Adasi, ko'rishga tayyormisiz? Ha, hadi. Sen mol noqtaga yangi kiyim olib keldingmi? Maskalarni. Qalay kiyib yarashibdi. Yo'q, qanaqa kiyim deb o'ylagansiz-a? Inanchib keldingiz. Meni qutqaringlar, jon o'rtoqlar. He, kimningmi daligi? Qutqaringlar meni.